Bugün sizler bilen Dallas'ı oynayımız. Dallas'ı oynash yaqinda boshladim. O'shanga komandam unchalik yaxshi emas. Hozir o'yinni boshlab qo'ygan ekanman. Bitta qilsam 3-0 ga 4-0 ga yutqazgan bo'laman. O'shanga hozir o'ynash boshlaylik, keyin komandamni ko'rsataman. Boshladik. Uglovoy bo'layotgan ekan. Ana qarshi hujumga ketdik. Pas tashlayman Abbakirga. Yo'q, Richardsga. Shaydan chiqishga harakat qilaman. Ana cho'chki gol bo'ldi. 57 o'yinchida. Go'zal gol. Varata to'sish haqqi ham yo'q bunaqa zarbalarni. Abbakir o'ynatishyapti. Mayli, Abbakir emas, Latsonda. Guardiol sariq o'yinchi. Olib qo'yishiga ishonardim. Olib qo'ydi, yaxshi. Ana xato qildim. Ular ham xato qildi. Abbakir nima bo'lyapti senga? Ana. Yaxshi trafmas ekan. Patkat tashlaymiz. To'pni olishga harakat qilaman. Cho'tqor diyor. Jimmy oshiradi. Mayli, birinchi taym tugab qoldi. Karachi komandani ko'rsataman mana. Bitta Guardiol sariq o'yinchim bor. Qolgan hammasi ko'k, keyin oq. Shunaqa. Zamina qilmayman, o'yinni boshlaylik. Abbakir Jimmy'ga oshiradi. Jimmy Abbakirga. Abbakir esa Latsonga. Latson hozir gol tiqib ketadi. Shaxlovchi bo'lsam bo'lar ekan. Uzra. Richard to'p olib qo'yishga harakat qildi, lekin olib qo'yamadi. Abbakir ham harakat qilib ko'radi, olib qo'ydi. Foul bo'lmadi, yaxshi. Guardiol to'p olib qo'yishga yugurdi va to'p olib qo'ydi. Latsonga pas tashladi. Latsonga foul ishlatishdi deb o'ylagan edim, lekin foul bo'lmadi. Jimmy Abbakirga oshiryapti. Abbakir o'zi gol tiqib ketmoqchi, yuguryapti, lekin zarbasi qattiq gol bo'ldi. Ana fantastik gol bo'ldi. Chiqyapsizlar o'zinglar ham. Jimmy to'p olib qo'yishga ish yo'q. Guardiola almashtirib yuboramiz. Charchab qolibdi bechora. Robert to'p olib qo'ymadi, lekin Richardsga oshirdi kimdir, ko'ramay qoldi. Abbakir to'pni yetib oldi. Hozir sizdan pas beraman. Tiqishga tiqolmay qoldik. Abbakir almashtiramiz, ham charchab qoldi. Hozir Palominomi Vickers to'pni oldi. Ana pas tashlab Varataga oshirdik. Pasvirga. Xaroyga oshirdi. Xaroyda. Ismini xato aytayotgan bo'lsam mendan emas. Futbolga unchalik qiziqmayman, lekin Dallasga qiziqib qoldim. Robert almashtirishga ulgurmay qoldi. Abbakirga pas. Abbakir va shtanka tegib chiqib ketdi. Abbakirlar almashdi. Stuani oshiryapti Richardsga. Ayoy Bradleyga oshirdi. Robert to'p olib qo'yishga harakat qilyapti va olib qo'ydi. Richards almashtirib yuboramiz. Latson pas tashlayapti Stuaniga. Stuani esa Jimmy'ga oshiryapti. Jimmy shaydan chiqishga harakat qilyapti. O'ta noaniq zarba bo'ldi. Harakat qilib ko'rdi. 90 daqiqaga 2 daqiqa qo'shib berdi. Hozir tugadi deb o'ylagandim, tugadi. 3-0 ga yutdik. Звездный игрок Latson bo'pti.
Yaxshi. Ketdik. 36 tanga beribdi. Ko'proq tanga olish uchun reklama ko'raveramiz hozir. Ошибаешься. Просто не встречал Аура Ай. Загрузи свои селфи. И вуаля! От фэшн-съемок до люксовых кадров Аура делает тебя звездой. Увидь себя Hozir Playmarjiga kirib ketsa kerak. Qayerdan kirib ketadi? Hozir chiqib ketaylik. Yaxshi, mana uchun olib ketdik. 70 ta tanga berdi reklama bilan. Stadionni kuchaytirish kerak-ku, lekin transferlarda sariq o'yinchilarim bor. Mana Gakponi olish uchun pul yig'yapman. Mana undan ham DPdan ham yaqinda redga agent beradi, u ko'k o'yinchi degani. Qarshiligim yo'q. Ketdik ikkinchi o'yinni ham bosib boramiz. Hozir to'xtab turdik. Mana o'yinni boshlayapmiz. Ular boshlar ekan o'yinni. Richard to'pni olgani ketyapti. Sanchezdan to'pni olib qo'yishga harakat qildi, lekin olmadi. Roberts olib qo'ydi. Kechirasizlar, endi ukam yig'layapti. Abbakir pasni Chimiga oshirdi, ofsayd. O'zi o'ylagan edim ofsayd bo'ladi deb. Mayli. Letson to'pni Abbakirga oshirdi. Abbakir zarbasi kuchli emas, o'shanga u kimdirga oshirish kerak. Letsonga oshirdi. Letson bo'lsa Richard ofsayd, yana ofsaydmi? Sharhlamay qo'yar ekan, o'zinglar ko'rib olaveringlar. Abbakir vay. Bo'mbo'sh o'rtaga gol uramagan Abbakir ham. Harrowi. Meni bitta narsaga o'xshatyapman. Mayli, aytmay qo'yaray hozir. Streamni yana bloklab qo'yishmasa. Chimi gol urmasa, o'zimni otimni boshqa qo'yaman demoqchi edim. Gol uramadi. Uglavoy olishim. Qordek. Ketdik. Pas tashlayman. Guardiol. Hujumga qaydan chiqib olding? Himoyachiligi bilinyapti. Atak o'yishni qoraylik, mana uni tezroq gol urish kerak. Birinchi taym ham o'sha tugaydi, varata chiqyapti. Qo'lga ushlab olyapti. Sekin Sanchezga pas tashlayapti. Olamay qoldi Abbakir ham. Harrowi. Abbakir to'pni ushlamadi. Yaxshi pas tashlagandi kimdir. Roberts to'pni olib ketyapti. Abbakirga pas tashyapti. Abbakir esa Chimiga, Chimi gol uramadi yana. Nima bo'lyapti bugun menga? Gol uramayapman. Harrowi pas tashlayapti Abbakirga. Abbakir Chimiga. Full bo'ldi o'yinmi? Nima xohlayapsan? O'yinni sotib olishgan ekan, hislagan bo'lsanglar. Birinchi taym tugadi. Biz bo'lsa bitta ham gol uramadik. Abbakir boshlayapti o'yinni. Chimiga pas tashladi. Chimi Abbakirga tashlamoqchi bo'ldi, lekin bu foul endi. Boyaga foul emasdi. O'yinni sotib olishgan ekan. Shaydan gol urishga harakat qilamiz. Chuchvarani ham sanabmiz. Avila Chimi gol urishga harakat qilamiz yana. Yaxshi, cho'tka gol bo'ldi. Shuncha uramagan gollarni oqladi Chimi. Golga qaranglar. Qattiq bo'ldi. Baratani qo'l tegibdi. Lekin barman darvozaga tegdi. To'pni olib qo'yapmiz. Santos almashtirib yuboramiz. Pas qattiq tashlavordik.
Vickers offside. Well offside. Time for a fresh pair of legs here then. Robert to'p olib qo'y. Dribbling. Olib qo'ydi. Great Richard ball. almashtirib yuboramiz. Avellachini. Yetolmay qoldi Abbakir. Yana That's gone out. golga chiqib ketdi to'p. It's going to be a double substitution Varataga today. oshirmoqchi bo'lganda He's put some power gol behind urishga it. harakat qilamiz. Urolmay qoldik. He's read that one out Ye perfectly. qayga. Is this the moment? Shu oldi. That's well out by the defence. He misjudged the pass. Gets the shot in. Rikoshet bo'ldi. Mayli. Careless pass there. Nima bo'lyapti? Tushunmay qolyapman. Nima Won the bo'layotganiga. ball. Yana Keeper takes control of the ball. Stuart degan odam yo'q. Only a narrow lead for one Amal team. lah. Can the losing side get things level or even start to come? Qattiq zarba Their energy berdi, levels are lekin flagging. noaniq edi. Can these new subs galvanise the team? Vickersga oshiramiz. Vickers esa Woodrowga oshirdi. Woodrow o'zi olib ketib, tepmoqchi bo'lyapti, lekin himoyachi olib qo'ydi. Pass could have been better. Surely now. Voy, Keeper gol glad to oldi. see that one go wide. They keep hammering the opposition. Chota inside 1-0 goals. yutamiz. We're entering injury time. Yo, He's putting in a 2-0. player of the 2-0 match do'stlar, performance. 2-0. Defence Javob were 2-0. caught out, and now- Nima? Oh, good save by the goalkeeper. Good save. Tushunarli. Baribir 2-0 bo'ladi do'stlar. Ayo bo'lmas ekan. Strong tackle. He can't miss. Hay, aniq bo'lmaydi. Nuno Santos zarbani vashcha aniq qildi. 1-0 yutar ekanmiz. For me, that's the correct decision. He's put in 100% and gets the Player of the Match award. Aytganimdek sariq o'yinchiga pul yig'yapman, o'shanga reklama ko'rishga majburman. Bu hozir reklama. Хотите узнать свой вокальный диапазон? Reklama tugagandan keyin qaytaman. Reklama tugadi mana 53 ta tanga berdi. Undan chiqamiz. Tangamiz 995 ta bo'pti. Mana da sovg'amizni olamiz. Videoni tugatishga nima deysizlar? Videoni tugatamiz. Video yoqqan bo'lsa ham, yoqmagan bo'lsa ham iltimos like bosib qo'yinglar. Kanalimdagi birinchi videoim bu. Bo'pti, короче. Video